Qirg'izistonda konstitutsiyaviy qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Unda fuqarolarning saylovlar va referendumlarda ishtirok etish majburiyati, shuningdek, ularning saylovlarda ishtiroki uchun rag'batlantirish, saylovga kelmaganlarni esa jazolash tizimini joriy etish taklif qilindi. Qonun loyihasi Jo'qorg'i Kengash a'zosi Marlen Mamataliyevning tashabbusi bo'ldi. Hujjatga ko'ra, asosiy yangilik ovoz berish huquqiga ega bo'lgan va saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan fuqarolar uchun majburiy ovoz berishni joriy etishdir. Iroda erkinligi mutlaq bo'lib qoladi. Fuqarolar istalgan nomzodga ovoz berishi yoki barcha nomzodlarga qarshi ovoz berishi yoki hech bir variantni qo'llab-quvvatlamaslik huquqiga ega. Fuqarolarning ayrim toifalarini saylovlar va referendumlarda ishtirok etish majburiyatidan ozod qilish taklif qilinmoqda. Deputat Marlen Mamataliyev ishlab chiqqan qonunga muvofiq fuqarolar 3 bosqichda jazolash taklif qilinmoqda. Birinchi marta saylovda qatnashmagan fuqarolar uchun Markaziy saylov komissiyasi tomonidan fuqarolik burchini bajarmagani to'g'risida rasmiy ogohlantirish. Ikkinchi marta qatnashmaganlarga jarima. Uchinchi marta saylovda qatnashmagan fuqarolarga 5 yilgacha davlat xizmatida ishlash va saylovlarda o'z nomzodini ilgari surishga taqiq qo'yiladi. Qonun loyihasida ovoz berishda ishtirok etayotgan saylovchilar uchun imtiyozlar ham ko'zda tutilgan. Saylovchiga saylov byulleteni bilan birga davlat lotereyasida ishtirok etish uchun chipta berish ham taklif etilmoqda. Hujjatda aytilishicha, Qirg'izistonda saylovchilarning faolligi so'nggi 15 yil ichida barqaror ravishda pasayib bormoqda. Musulmonlarga prezidentlik va parlament saylovlarida ishtirok etish taqiqlangan. Chunki bularning barchasi islomga zid bo'lgan qonunchilikka asoslangan. Islom qonunchiligida referendumlar o'tkazish ham yo'q. Musulmonlar sun'iy konstitutsiyalar qonunlariga emas, balki shariat qonunlariga muvofiq o'tkaziladigan har qanday saylovlarda ishtirok etishlari mumkin. Bugungi kunda Qirg'iziston va boshqa mamlakatlardagi musulmonlar xalifalikni barpo etish va konstitutsiya va qonunlarning yangi manbai bo'lgan shariat bo'yicha boshqaruvga qaytish uchun bor kuchlarini sarflashlari kerak.